Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehr ko'rsatuvini sizning e'tiboringizga taqdim etmoqdamiz. Qahraton qishni mana shunday chiroyli oppoq qor yog'ayotgan kunlarning birida azizlar, biz bugun ko'rsatuvimizning navbatdagi qahramoni Spitamin nahiyasi Mitar qishlog'ida istiqomat qiluvchi Hoji Abdug'afur otamiz xonadonlariga kirib kelyapmiz. Keldik shu xonadonga. Birgalikda kiramiz, chiroyli niyatlarni izhor etamiz. Azizlar, alohida aytib o'taman, Mitar qishlog'idamiz. Mitar qishlog'i chiroyli tog'lar bag'rida joylashgan, havosi toza, ayniqsa insonlari sodda va samimiy. Ana shunday sodda va samimiy insonlar doimo sog' va salomat bo'lsinlar. Abdug'afur otamizga birgalikda Oybekjon nomlaridan, ya'ni jondan aziz farzandlari nomidan yaxshi niyatlarni bildirib chiqamiz. Ketdik. Ayajon, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ota, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Yaxshi yuribsizlarmi? Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Hamma farzandlar, yaqinlar, ahli oilangiz, hamma farzand va nabiralar nomlaridan alohida niyatlar bilan tabriklayman. Ilohim sog' va salomat bo'ling, 100 yoshlarga kiring, farzandlarni, ayniqsa shirin shakar nabiralarni onaxon bilan tarbiyalab voyaga yetkazyapsiz, orzu-havaslarini ko'ring. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman, qabul qilasiz ota. Ilohim yuzlar bilan yuzlashganingizni ham tabriklash nasib qilsin. Ayajon, padaru buzrukvorimizni tabriklashga borsangiz, volidamizga ham yaxshi niyatlarimizni ayting deyishgan. Sizga ham alohida tilaklarni bildiramiz. Otaxonning yonlarida hamisha bardam baquvvat bo'lib, nabiralarni birga tarbiyalab, ularni orzu-havaslarini ko'rishlaringizga chin ko'ngildan tilakdoshmiz. Musofir yurtlarda kim bor ota? Sog' bo'ling. Musofir yurtlarda kim bor ota? Oğlum Oybek bor. Aha. Bolarim bor. Jiyanlar bor. Hamma farzandlar nomlaridan alohida tabriklayman. Ilohim sog' va salomat bo'ling. Oybekjon nomlaridan, onaxonning o'zlari shu yerdalar. Ulug'bekjon nomlaridan, Lolajon, Ra'nojon nomlaridan, Abdullajon, Farhodjon akalar nomlaridan, Dilnoza, Dilobar opalar nomlaridan shu o'rinda barcha nabiralarning hammalarini ismlarini yozishgan. Ma'murjon, Shahlojon, Nazarjon, Nozimjon, Faridun, Firdavs, Yasmina, Asrorjon nomlaridan eng chiroyli niyatlarni yo'llab kelasiz deyishgan. Tabarruk padaruk buzrukvorimiz bizani xonadonimizni suyanchig'i, Mehri daryo volidamiz esa har doimo bizani duo qilib turguvchi. Har ikkovlarini juda ham ardoqlaymiz, sababi biza farzandlarni hamisha yonimizda turadilar. Har qanday kunimizda yonimizda bo'lib, hamisha bizani duo qilishadi. Ilohim baxtimizga omon bo'lishsin deb shu yerdagi farzandlar, musofirdagilar alohida tilaklar bilan tabriklashgan. Ilohim sog' salomat bo'ling. Musofirdagi farzandlarga, shu yerdagilarga yaxshi niyatlaringiz ota. Umr bilan bersin, rizq bilan bersin. Nima niyatimiz niyat bo'lsa, bola chaqali bo'lsin, o'nsin, Xudo bergan umr bersin. Bola chaqalarni orzusi bo'lsin. Ilohim aytganingiz bo'lsin. Arqamizda qolsin. Ilohim. Aya, yaxshimisiz? Bugun otaxonni tabrikladingizmi? Tabrikladim ha. Qachon tabrikladingiz? Ertalabda. Barvaqt turibmi? Barvaqt. Chiroyli niyatlarni bildirdingizmi? Yaxshi niyatlar bilan baxtli bo'laylik, balalarimizni o'zi havasini ko'raylik. Ha. Balalarimiz ham sog' bo'lishsin, hammasi o'zlari bilan ko'paysin. Ilohim sog' bo'linglar, birgalashib. Farzandlar nechta hammalari bo'lib? 4ta. Ha. Nabiralar ko'pchi? 2 qiz, 2 o'g'il. Nabiralar 8ta. Nabiralar qiynab qo'yishmayaptimi? Yo'q, bular qiynashmaydi, bular yaxshi. Bari bir-biridan shirin. Ha, sog' bo'lishsin. Shular bor, biz borda. Charchamanglar nabira bilan. Hamisha shularni tarbiyalab voyaga yetkazib, otaxon bilan birgalashib, mana shularni orzu-havaslarini ko'ring. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman. Kelinlar ham yaxshimi aya? Yaxshi, hammasi. Xizmatlarni qilishyaptimi? Ha. Qizlardek a'lo. Ha. Ota, bugun birinchi kim tabrikladi tug'ilgan kuningizga? Birinchi bo'lib Ra'no qizim. Ha, shu yerdalarmi yo musofir yurtdalar? G'onchiga tushgan. Ha, G'onchiga kelin bo'lib uzatgansizlar. Ha. Qolganlar keyin asta-asta o'rtoqlar tabrikladi. Ha. Kelinlar. Sog' bo'linglar. Onaxon bilan turmush qurganingizga necha yil bo'ldi ota? Nechanchi yil turmush? 87-yilmi? 87-yil. 87 yil turmush. 87-yil. 87 da? Ha, 39-40 yil bo'ldi.
Onaxonni qayerdan topgansiz ota? Yo mahallangizdanmi? Yo, mana shu yerdan topganman. O'zlaringni qishloqdanmi? Novdan qidirib kelib shu yerdan topgan. Novdan topolmay shu yerdan Tug'ilgan topgansiz. joyim Novdan mani, tug'ilgan joyim Novdan. Ha, o'zingiz tug'ilib Hozir shu yerda ekan. ha, onaxon bilan turmush qurib, shu yerda uyli, joyli, farzandli bo'lib yashaysiz. Mana shu yerda yashadim. Ha. Hozir shu yerda ekan. Sog' bo'ling. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman. Ikki qizingiz, ikki o'g'lingiz, ikki keliningiz, kuyovlaringiz, shirin shakar nabiralaringiz nomlaridan yana bir bora tabriklayman. Eng yaxshi niyatlarni bildiraman. Sababi farzandlarni har bittalari bilan o'zim telefon orqali bog'landim ota. Mehridaryo onajonimiz hamda tabarruk padaru buzrukvorimiz biza farzandlarni eng qadrli insonlarimiz. Sababi hamisha bizani qo'llab-quvvatlab turishadi. Kezi kelganda duolar berishadi, maslahatlar berishadi. Hayotni qanaqa qiyinchiliklari bo'lsa, muammolarimiz bo'lsa, hammasida padaru buzrukvorimizni hissalari juda ham beqiyos. Alohida ardoqlaymiz. Bittalari davlatimiz, bittalari jannatimiz deb chiroyli niyatlarni bildirishgan. Ilohim sog' bo'linglar, hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz. Yuzlarga birgalashib kiringlar ilohim. Rahmat. Qo'llaringga shukur. Rahmat. Yo'qlar kelganlaring shukur. Rahmat. Kelinlar shu yerdami, aya? Hozir ikkita kelin bilan birga yashaysizlarmi? Ha. Musofir yurtida bitta Oybekjon borlar. Ha. Endi Oybekjonni nomlaridan alohida tabriklayman. Ilohim sog' bo'ling ota. Ko'zida shodlikni ko'rayman, yoshini to'kmagin hech qachon. O'zingdan yolvorib so'rayman, onamga dard berma Xudojon, otamga dard berma Xudojon deganlar. Oybekjon aytganlar. Qiynama hech ozor yetmasin, dard tanini xasta etmasin. Yuzlarimning nuri ketmasin, onamga dard berma Xudojon, otamga dard berma Xudojon deganlar. Olis tutgan g'am va qayg'uni, quvonch aro o'tsin har kuni. Umrimning ma'nosi va mazmuni, onamga dard berma Xudojon, otamga dard berma Xudojon deganlar. Ilohim sog' bo'linglar, hech kasal bo'lmanglar. Hamma yaxshi tilaklarni bildiramiz. Sog' bo'linglar ilohim. Rahmat. Armoni millat bol parimos kabutari amondan kishvarimiz. Otingiz nima? Menga qarang. Qara. Otingiz nima? Yaxshimisiz? Davs. Yaxshimisiz? Kim o'g'lisiz Firdavs? Kim o'g'lisiz? Dadang otini ayt. Ulug'bek. Ha, yaxshi yuribsizmi? Rossiyada kim bor Firdavsjon? Avon. Oybekjon borlar. Oybekjon bilan telefon bilan bog'landim, telefon qildim. O'sha yerga borsangiz, meni shiringina jiyanim Firdavsjon bor, yaxshi ko'rishimni ayting deganlar. Biror narsa kerakmi sizga, nima berib yuborsinlar? Nima o'yinchoqni yaxshi ko'rasiz? Nima aytsangiz yaxshi o'ylab ko'ring. Shuni yaxshi ko'rasizmi? O'yinchoq kerak emasmi? O'yinchoq ham degan. Boshqa narsa o'yinchoq. Qanaqa o'yinchoq kiysin sizga? O'shancha. Pultli mashincha. Uning uchun siz avo deysizmi? Avojon sizni yaxshi ko'raman deb aytishingiz kerak. Ayting. Avon sizni yaxshi ko'raman. Bo'ldi, endi sizga toj aniq o'yinchoq keladi. Firdavsjon bilan kim bu ukangizmi? Singlim. Singlingiz otlari nima? Anora. Anorami? Ha. Bu kim Firdavsjon? Akram. Otlari nima biladi? Faridun. Farido, menga qarang, yaxshi yuribsizmi? Sog'misiz? Muncha yaxta qayerdan kelyapsiz? Shiydan kirib Bugun kimni tug'ilgan kuni Farido? Siz tabrikladingizmi? Qachon? Siz kimni o'g'li? Oybekjon o'g'illari. Oybekjon bilan o'zim telefonda gaplashdim. Borsangiz, meni kelajagim, hayotimni mazmuni Faridunjon bor. Alohida yaxshi ko'rishimni ayting dedilar. Onajonimni, otamni, ayniqsa meni kelajagim bo'lgan o'g'lonim Faridunni juda ham yaxshi ko'raman, sog'indim deganlar. Sizni juda ham sog'indim. Siz ham sog'indingizmi? Biror narsa kerakmi? Oybekjonga aytamizmi? Nima kerak? Bo'ldi, daftar ruchkani ertaga hammasini olib berishadi sizga. Hozir ana Oybekjon kuzatib turibdilar, daftar ruchka yaxshi o'qiyapsizmi axir? Daftar ruchkani oqlaysizmi axir? Baholi olyapsizmi? Nechi? 10? Aniq 10 olyapsizmi? 8 ham bormi? 7 ham bormi? 7 bormi? 6 ham bormi?
5 bormi? To'g'risini ayting. Nechinchi sinfga boryapsiz? 2-sinfda o'qiyapsiz, yaxshi o'qiyapsizmi? Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz, Xudo xolasa? Militsiya, vatan himoyachisi bo'lasiz. Menga qarang, Firdavsjon yomonlik qilmayapti. To'g'risini ayting. Kim sho'xlik qilyapti? Sizga ertaga Oybijon daftar, ruchka, kitob hamma narsani ko'p-ko'pidan bobongizga aytadilar, olib kelib beradilar. Shuning uchun siz dadajon sizni yaxshi ko'raman deb bir og'iz aytasiz, ayting. Dadajon sizni yaxshi ko'raman. Menga qarang, Farido. Otangizni tabrikladingizmi? Tabriklang oxir. Bobojon. Tabriklayman. Tabriklayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, baxtimizga omon bo'ling. Boshimizda hamisha mayda duogo'yimiz bo'ling. Shu akamga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik bizni yo'qladilar. Topganlari to'y ma'rakalarga buyursin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xudo omadlarini olsin. Sog' bo'ling, siz ham Oybekjonni nomlaridan yaxshi niyatlarni bildiraman. Oybekjon bilan kecha telefon orqali bog'langanman. Ota-onam meni bitta davlatim, jigarlarim bitta davlatim. Juda ham yaxshi ko'raman jigarlarimni. O'shalar meni suyanchig'im, qanotim. Har qanaqa kunlarim bo'lsa, yaxshi kunlarimda, qayg'uli kunlarimda har doimo yonimda turguvchi meni jigarlarim, ota-onamni ardog'idagi insonlarim. Shuning uchun hammalarini ardoqlayman, yaxshi ko'raman deganlar. Oybekjon alohida yaxshi niyatlar bildirganlar. Ilohim sog' bo'ling, farzandlaringizni rohatini birga ko'ringlar. Otaxonni bugun ertalab tabrikladingizmi? Yaxshi niyatlar bilan. Albatta tabrikladik. Ha. Dadajon sizni yaxshi ko'raman ham deb aytdingizmi? Oybekjon nomlaridan ham Akam aytdingizmi? nomlaridan tabrikladik. Hammalarni tabrikladik. Qaysi bir adni tabriklay eslolmayman. Shu hammangizni peshto'di birinchi. Qaysi o'g'lingiz sho'x bo'lganlar? Ya Oybekjonmi, Ulug'bekmi? Ana shu qaldimiz. Oybekjon og'irroq bo'lganlar. Ha. Sog' bo'linglar, hammalaring birga yuzga kiringlar ilohim. Dadajon tug'ilgan kunlar bilan tabrik. Xudo bergan umrni ko'ring. Baxtimizga sog' bo'ling, farzandlaring mayli. O'ynab kulib, boshimizda bosqon bo'lib yuring. Dunyo turg'atga turing. Doim baxtimizga sog' bo'ling. Kamgina bo'lsa ham qabul qilasiz. Sog' bo'ling. Borkim mana biz mana yerda ishonib, davlatingizda yuribmiz. Boringizga shukr. Hojona bilan baxtli bo'lib, uzoq umrlar ko'ring. Sog' bo'ling, baxtim. Umraga bordingizmi ota? Qachon bordingiz? Fevral oyida shu. Yanvarda o'qiraydi. Yanvarda oxirida. 28 yanvar kuni. 28 yanvar kuni farzandlar jamu-jam bo'lishib, o'shanday ulug' dargohlarga borib keldingiz. Ta'sirotlar qanday bo'ldi? Hali ham eslaysizmi? Eslaymiz. Ha. Eslab turamiz hali ham. Televizorlarda qo'ysangiz nima ketadi. Borgan odam yana borgisi kelaveradi deyishadi-ku, ha? O'sha ularni ko'rib turaydi, televizorlarga nima qilib olamiz. Ha. Xudo xolasa nasib qilsa yana Oybekjon bilan, Ulug'bekjon bilan o'zim telefon orqali kecha ham gaplashganman. Sizni tug'ilgan kuningizga alohida niyatlarni aytish bilan birgalikda Xudo xohlasa hali yana ulug' niyatlarimiz bor. Otamizga qo'shib Mehridaryo volidamizni yana haj umra safarlariga jo'natamiz. O'shanday ulug' dargohlarga borib farzandlarni, nabiralarni duo qilib kelish ilohim nasib etsin deb alohida ta'kidlab o'tganlar. Yana bir bora borib farzand va nabiralarni duo qilib sog' salomat kelishlaringni Allohdan so'raymiz. Hamma yaxshi tilaklarni bildiramiz. Ilohim niyatlariga yetishsin. Baxtimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tortdek shirin bo'lsin hayotingiz.
Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yatış bu. Baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. So'q qilganlarni qo'li dard ko'rmasin, so'q qilganlarga rahmat, qo'llar dard ko'rmasin. Bolaringizga aylantirib qo'yasiz. Bitta ye, olib ketmayman, bitta ye olib ketmayman. O'zingga qo'yar. Xaridunjon biroqqa o'tdi biladi. Beroqqa. Ke. Yur. Qichachani oti nima edi? Yasmina. Yasmina, tur biroqqa ket. Ket o'rtaysan. Ket Ket. jonim qizim, ket. Ket. Voy bedi qizi bu. Tur. Yo bismillahirrahmanirrahim. Yo'lma. Qani biz Ol, o'z. ol. Avval men beraman, men. Onajon bersin, Shirin, shirin, men. Onajon, yo yema. Ha, yemasa ham. Ota, yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Hamma farzandlar, nabiralar, kelinlar, kuyovlar, hamma oila a'zolaringiz nomlaridan, musofirda kim yaqinlaringiz bo'lsa, ularning nomlaridan alohida niyatlar bilan muborakbod etaman. Hamisha onaxonning yonlarida mana shunday bardam baquvvat bo'lib, shirin shakar nabiralarning rohatini birgalashib ko'rdi. Farzandlaringiz, ahli oilangiz qolaversa, mehr ko'rsatuv va ijodiy jamoasi nomidan alohida tabriklayman. Sizlarga o'xshagan ota-onalarimizni har qancha ardoqlasak, e'zozlasak ozlik qiladi. Sababi farzandlarga bor mehrlaringni berasizlar, farzandlarni hech kimdan kam qilmay tarbiyalab voyaga yetkazasizlar. Shuning uchun alohida rahmatlarni aytamiz. Musofir yurtidagi Oybekjon ham bag'rlaringga sog' va salomat qaytsinlar ilohim. Hamma yaxshi niyatlarni bildiraman. Duolaring Oybekjonni shu qatori hamma musofirdagilarni asrab tursin. Yaxshi niyatlaringiz ota. Farzandlarimni umri bilan bersin, rizq bilan bersin, bola chaqalarini orzu-havasini ko'rsinlar. Nima niyat qilaysiz? Xudo davlatini ziyoda qilsin. O'ssin orqamizda qolsinlar bari. Ilohim aytganingiz kelsin. Ayajon yaxshi niyatlaringiz. Sizlarga ham rahmat, shunchalik bizni yo'qlab kelganlaringda. Ballarimiz ham o'zlari bilan ko'payishib, orzu havaslarini ko'rishsin. Omadlarini bersin iloyim. Sog' salomat kezan Oybekjon. Ilohim aytganingiz kelsin. Yana bir bora tabriklayman. Oybekjon aytganlaridek, mehr bergan beminnatimsiz, ilk ko'rganim muhabbatimsiz. Zamin ichra chin jannatimsiz, yaxshiyamsiz, borsiz dadajon, yaxshiyamsiz, borsiz onajon. Quvonchimning adog'i yo'qdir, yo'lim ravon, qadog'i yo'qdir. Yuragimda hech dog'i yo'qdir, yaxshiyamsiz, borsiz dadajon, yaxshiyamsiz, borsiz onajon. Duogo'yam uyimning fayzi, bosgan izim yo'limning fayzi, o'tgan kunim umrimning fayzi, yaxshiyamsiz, borsiz dadajon, yaxshiyamsiz, borsiz onajon. Ilohim sog' bo'linglar, hamma farzandi nabiralarning rohatini ko'ringlar. Rahmat. Qo'llaringga Rahmat, shukur, rahmat kelibsizlar. Yo'qlab kelibsizlar, Xudo davlatini ziyoda qilsin, kasblarga baraka bersin. Nima niyatlaring bo'lsa, sizlar ham farzandlarni orzu-havasini ko'ringlar. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Xudoga yakasi yagona Muhammad rasululloh. Allohim o'z panohida asrab ko'ptarsa qatorida farzandlarimiz o'tqalosan, suv balosan, qurut tuhmat, bevah o'lim, yomon ko'z, yomon g'iybat, yomon hasadlardan o'zingizlar. Pasvorga baraka bersin, umr rizqlari bilan bersin. Robbana atina fidina hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabunnar bi fazlika arhamar rohimin. Allohu akbar. rahmat. Qo'llaringga shukur. Rahmat. Endi uning Oybekjon, tabarruk xonadoningizga keldik. Meni daryo volidangizga, jondan aziz qadr buzrukvoringizga, shirin farzandlaringizga, yaqinlaringizga chiroyli izhor etdik. Qadr buzrukvoringiz Abdug'affor otani sizni nomingizdan, barcha jigarlaringiz nomlaridan, mehr ko'rsatuv ijodiy jamoasi nomidan alohida tilaklar bilan muborakbod etaman. Bizni xonadonlarimizni har doimo o'zlarining mehr muhabbatlari, muruvvatlari, maslahatlari va nasihatlari, or nomuslari bilan ushlab turguvchi ustunlarimiz, tabarruk qadr buzrukvorlarimiz hamisha sog' va salomat bo'lsinlar. Siz ham qadr buzrukvoringizni, mehribon volidangizni, ayniqsa sizni sog'ingan shirin shakar farzandlaringizni bag'rlariga musofir yurtlardan sog' va salomat qayting. Menga mehri so'nmas hech qachon, uning qutlug' qoni bor tanda. Tan olaman ikki dunyo ham, mening dadam eng yaxshi dada. Joni meni jonimga tutash, duolarini qilmaydi kanda. Kulishlari o'zimga o'xshash, mening dadam eng yaxshi dada. Otaxonni yana bir bora farzand va nabiralar nomidan, ijodiy jamoamiz nomidan alohida tilaklar bilan muborakbod etamiz. Ilohim sog' va salomat bo'lsinlar. Onaxon bilan 100 yoshga yetganlarida ham shirin shakar nabiralarni orzu havaslarini ko'raversinlar.